Bu qimmatbaho atir, lekin uni axlat qutisiga tashlashingizga to'g'ri keladi. Afsusda. Tanish holatmi? Bu arzon sayohatlar 3-qism. Bugun sizlarga aeroportda musodara qilinadigan buyumlarni qanday saqlab qolish yo'lini aytib beraman. Bunga yechim vaqtinchalik saqlash dalolatnomasi. Qonun bo'yicha buyumni aeroport omborxonasiga topshirishga haqqingiz bor. Nima qilish kerak? Aeroport xodimidan dalolatnoma rasmiylashtirishni so'rang. Buyum muhrlanadi va omborxonaga olinadi. Sizga hujjat beriladi. Qaytib kelganingizda esa pasport va hujjatni ko'rsatsangiz, buyumni sizga qaytarib berishadi. Lekin 3 ta muhim jihat bor. Birinchisi, xizmat pullik, ikkinchisi, muddat cheklangan. Odatda 30 kundan 90 kungacha. Uchinchisi, rasmiylashtirish vaqti 15 daqiqadan 30 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Agar reysingiz 5 minutda o'tgan bo'lsa, rasmiylashtirishga ulgurmaysiz. Lekin har ehtimolga qarshi aeroportdan bunday xizmat bor yoki yo'qligini so'rab ko'ring. Arzon sayohatlarning 2-qismini bitta ko'rib chiqing. Bu yerda sizga qiziqtirayotgan savolga javob bo'lgan bo'lishi mumkin.